qishloqqa kelin bo'lganida. O'g'lim qamalib chiqmaganmi? Hamma joyi chizib tashabdi-yu. 15 soat o'tirgan bo'lsa kerak-da. Xotin. Ha, Nima qildi senga? basharam o'qib ketdi. Qo'rqma, asl yuzi shu bo'ladi xotiningni. Jonimga skuchna nimadir o'ynaylik. Ha, kelin, o'ynangiz kelyaptimi? Yuring, men sizga zo'r o'yin topib beraman. Bu sizlarni slime deb to'g'rimi? Bu molli. Tappiligini aytma. Qo'yur, mazza qilib o'ynaversin. Ha, o'ynayvering. Qishga tez edi, hammasini yasab tasha. Qattiq qishqiradi, tushundingizmi? Oling. Kelin, bu o'g'lim rishotkalarga olib kelgan kraskani sochingizga ishlatib yubordingizmi? Narashka boyga ulangan, не беспокойте. O'g'lim o'zi buni tabiiy joyi bormi, o'zi yo'qmi? Ha, bor aka. Kim bor? Svetdan keldim. Привет. Ajinami jimi bu? Nima qo'rqib ketgan-ku? Bilmasam. Kelin, ertaga mabodo yotib qolsam, men buni oling, balinsiyga kiyib olasiz. Balenciaga bu 800 dan orttiradi. Men ko'rdim internetda, rahmat oyijon. Tualetda bu menga yo'q ekanmi? Usta kesak bor, ko'rdingmi? O'shani oyim tushuntirib beradilar. Endi kelin internetdan ko'rib olarsiz. Oyim ham molni qashlaydigan sinib qolibdi. Voy, hech narsa qilmaydi o'g'lim. Mana xotin internat bor, kakras. Ay, tirnog'im. Sindirib qo'ymang, kelin. Hali bu tirnoq bilan sabzi ham kavlaymiz. Singling bo'lsa nimalar bo'ladi? Mashinani qursin, qo'rqib ketdim. Endi sani quling bor, yordamching bor. Undan ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Noza! Noza! Nima? Pultni ber. Men magazinga chiqib kel. Men kirlarni yuv. Gaz erkib ketsang topib miyasini qotirasan. Maya qara. Umuman bolalar bilan gaplashma. Bu hayotda eng qilgan xato ishing o'sha bilan gaplashganing bo'ladi. O'tgan qaytganda turtib tepib o'tsang bo'ladi. Ja foydasi tegmay qolsa oldinga o'tkazib olib dardingni aytsang bo'ladi. Hali men erga tegib ketaman, o'shanda qadrimga yetasan. Uydagi ishlarni kelishib qurasizlar. Nimaga idishlarni yuvmading? Yuvmoqchi edim. Lekin bunda o'ylab qarasam, kecha kech keldingiz-a? Shuni oyimga aytsammi? Borya qol, o'zim yuvaman. Qizim sovchi keldi. Hozirjon choy olib kiraman. Sanga emas, seningga keldi. Nozimaga qara. Kakras bo'yani bo'lsan, yigitimga rasming tashavorlarim. Bak farqimizga bormaydi-yu. Ozgina bo'lsa ham hurmat qilib opa deb chaqiradi. Opa, zarachigim berib tur. Opa, senga nima olib kelay? To'ydan keyin qayerda yashaymiz? Xotiroma u yopib qo'yganman Iskandar bildingizdan boshlanish to'lovini qildim. Endi 36 oyga 4,600,000 dan to'lasak bo'ldi, alohida chiqib ketadi. Voy, o'ziga o'xshagan ukangiz yo'qmi? Kim bu? Bilmadim, bir gadoy-padoy bo'lsa kerak deb borya qol jo'nab. Ha, senga o'xsharkan-a? Ko'chada bir xil kiyinib ahil yurishinglarga hammani havas keladi. Uyda esa Yurishni boshlaganimdan beri ishlatasam. Paq! O sening kelgandan keyin nimalar bo'ladi? Endi bu uy cho'risi bitta o'zing emas, endi ikkita bo'ldinglar. Endi seni uydagi unvoning ko'tarildi. Yo'q, to'g'rirog'i sendan ham past unvondagi odam keldi. Endi yangi olgan kiyimlaringni kimgadir maqtana olasan. Alam qiladigan u ham senga kiyimlarini maqtanadi va uni kiyimlari senikidan ancha yaxshi va yep-yangi bo'ladi. Keyin sen o'zingni qaynona his qilib olib, unga uy ishlarini o'rgatishni boshlaysan. O'z nechinchisiz? 2006. 2006 dan hamma shunaqa tupoymi? Nima? Xafa bo'lmang. Qaynonam men birinchi kelin bo'lib kelganimda 2000lar hamma shunaqa tupoymi degan edilar. Sekin-sekin ahil, bir-biringizga mehribon bo'lishni boshlaysizlar. Okajon, qo'lingizni qattiq qarayolmadimmi? Yo'q, o'zingizni ko'zingizga qattiq ura olmadimmi? Yo'q. Yuring, tinchlanib olamiz, qahva ichib. Yaxshi ham shu qahva bor ekan, bo'lmasa bir-birimizni nima qilib qo'yardik. Alohida chiqib ketmoqchi bo'lasan, foydasi yo'q. O'zinim qaynonamni kamroq ko'ray deb ishlamoqchi bo'lsang, bula qo'ymaydilar. Ikkovsin bir-birini qanchalik yomon ko'rmasin, kun kelib taqdirga tan berib, albatta ahil va baxtli yashashadi. Chunki ularni birlashtirib turadigan oila bor. Oila bor, qahva bor. Ko'z tegmasin. Paq. Menchi siz bilan yashayman deb o'lib turganim yo'q. Sochimdan ko'p oshig'im, yuz boshingizda qolsin. Bo'ldi adasi, asabiylashmang. Hozir issiq choy damlab kelaman. Birga hal qilamiz, xo'p? Uring, ha? Erkakmisiz? Uring, kuchingiz o'zi faqat ayollarga yetadi. Jonim bo'tdan. Bu meniki. Qayerda yurgan ekan bu erjonim, tekshirib qo'yaylik-chi. Alo? Qaydasiz? Operatsiyadami? Kimni qo'yasiz? Shu 25 yoshli ayol kishi. Ha, uni hozir tuzatib yuborasiz, keyin nomer. Doktor, bemorda ahvoli og'irlashyapti. Shu bilan tanishib ketib, Hozir o'shaningizni tashlab uyga kelmasangiz, men sizdan xafa bo'laman. Bolalar o'zingizlar operatsiya qilarsizlar. Bemor o'ladi hozir. Uyga bormasam men o'laman-da, lekin yaxshi ayol edi, joy jannatda bo'lsin.
Alo, xotinjon. Qaydasiz? Roldaman, ketyapman. Qizlar bilanmi? Gayi ko'rib qoladi hozir, telefonni o'chir. Ishonishim uchun videoyuzdan telefon qiling. Bo'ldi, xo'p. Mana bitta o'zim ketyapman. Hech kim yo'q, orqada ham mana gayi. Telefonda gaplashgan yozamiz. Olmang. Mayli, yozavering. Umid aka Hinkaliygim kelyapti. Hozir boraman-da, restorandan sabr qilib olib kelaman. Hech qayerga bormaysiz. Qizlar sizga likkilab nomerini beradi, sizdan tanishib kelasiz, keyin bo'lmaydi. Xo'p, unda nima qilay? Volt programma bormi mana? Volt programmasi orqali yaxshi ko'rgan ovqatlarimizni restoran va do'konlardan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishga buyurtma qilishimiz mumkin. Eng zo'r tomoni salom 50 promo kodi bilan siz birinchi buyurtmaga 50% chegirmaga ega bo'lasiz. Volt endi Toshkentda mazza. Zo'r ekan-ku. Endi qatlarda yuribsiz? Diskotekadamisiz? To'ydaman, to'yda. Aldamen, bu diskoteka-ku tiks bo'lib yotibdi. Ishonmaganingdan kuyovda ham xudo xolalarni ham olib keldim. Voy kela endi ruxsat bersangchi bugun rostdan to'yga. Точно to'yinglarmi, aldamayapsizlarmi? Ishonsang tez-tez, ishon bo'lmasa